Abetdan beri men telefon kutaman. Bitta normalniy mujik, hali festa chiqib mujiklik qilasizlar-ku. Ba'zi bir qo'shtirnoq ichidagilarga tegishli. Shunaqa qilib bir aloqaga chiqinglar, kutyapman sizlarni, jigarlar. Agar gapirgan gaplaringga destra qilib, gapirgan gaplaringga javob berib, sizlar haq bo'lib chiqadigan bo'lsalaring, mana shu jentrani padarka qilib yuboraman. Agar o'g'il bola bo'lib, erkak bo'lib gaplaringga javob bera olmay qoladigan bo'lsalaring, ikkita odam qo'yamiz, men tarafda, ikkita odam qo'yamiz sizlar tarafda, ikki taraf eshitib ko'riladi. O'shandagina bir qarorga kelinadi, kim to'g'ri, kim noto'g'ri. Agar noto'g'ri gapirib qo'ygan bo'lsalaring, xalq oldiga uzr so'rab chiqasizlar. Mujiklar, qanisizlar? Mana shu jentrani padarka qilib yuboraman. Agar gaplaringga destra qila olmasalaring, yoniga bitta jentra qo'yib qo'yasizlar. Bormi mujik gapirib chiqqanlar, kutib qolaman sizlardan. Haytda esa bosib yotibsizlar. Bizga kontent kerak bo'lsa, biz bayeslardan foydalangan emasmiz. Oldindan rahmonali bo'lib kelganmiz, hozir ham rahmonali bo'lib yuribmiz. Prosta ba'zi bir xotinga o'xshaydigan bolalarni deb turib, ba'zi bir yordamga muhtoj sportsmen ukalarimizni yordamimizdan qo'limizni sovutib qo'yapsizlar. Odilxon ukamiz esa biz hech qachon hech kimga husumatimiz yo'q, aytadigan gapimiz siz ham trenddan qolmay debsizlar, shu festdan bir foydalanay debsizlar ukajonim, omadingizni bersin. Bizda aytadigan gapimiz, sizni shapaloq yegan videoyingizni ko'rib chiqdim. Sizni oringiz uchun ham albatta erkak bo'lamdan Xudo xolasa javobini olamiz.